bilan ximchiskaga hojat yo'q degan video bu. Qizlarjonlar, qaranglar, bu bizni o'sha mashhur oyna salfetkamiz. Oynalarni yo'q deb artib beradi, hech qanaqa sredstvasiz oddiy suv yordamida va juda ham ko'p vaqtinglarni ekonom qilib beradi. Bu esa universalniy salfetkamiz, changlarni artish uchun, eshik, mebellardagi qo'l izlarini, dog'larni zo'r ketkazib beradi va ko'p yilga xizmat qilib beradi. Va ko'pchilik bizda mebellardagi dog'larga, yumshoq mebellarga narsa so'rashadi, nima bilan tozalasam bo'ladi deb. Bu bizni involver varishkamiz. Bu varishkamiz yordamida yumshoq mebellardagi dog'larni bemalol ketkazsanglar bo'ladi. Undan tashqari gilamlar uchun ham ishlatsanglar bo'ladi. Bolachalar narsalar to'kib yuborishi mumkin, mebellarga chizib tashlashadi. Qanday ketkazsam deb qiynalib ketamiz. Bu varishka yordamida bemalol ketkazsanglar bo'ladi. Agar kuchli kirlanish bo'lsa, mistik qo'shib yuborasizlar.